Assalomu alaykum barcha kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yangi retsept bilan keldim. Xudo xohlasa birgalikda. Hozir hammamiz birgalikda o'sha mashhur bo'lgan grechkalik kotletalar tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi. Hozir hammasini ko'rsatib chiqaman, tayyorlab qo'yganman. Buning uchun bizga kerak bo'ladi. Avval mana bunday xalaqit beradigan yigit. O'sha mana grechkani kartoshkaga aralashtirib bo'pti. 4 dona kartoshka qo'shyapman. 4 dona kartoshka hali bu pishmagan. Buni qaynatib olamiz. To'la emas 2 piyola grechka. Agar to'la qilsanglar 1,5 piyola bo'ladi, chunki bu qaynab pishgandan keyin juda ham ko'payib ketadi. Agar katta oila bo'lsangiz, to'la 2 piyola qilishingiz mumkin. Bitta mayda sabzi, agar kattaroq sabzingiz bo'lsa, tegma. Agar kattaroq sabzingiz bo'lsa, bitta yetadi. Bitta bolgarskiy, tabga ko'ra ko'katlar, 2 dona piyoz, ozgina go'sht qiymalab oldim va chesnok. Hozir grechka bilan kartoshkani qaynatib pishirib olamiz. Keyin undan keyin go'sht bilan piyoz, sabzi, bolgarskiyni qovurib olamiz. Aslida bu kotletalarga go'sht qo'shilmaydi. Internetda maqtashganidek emas. Internetda agar ko'rgan bo'lsanglar, ko'zingizga tushgan bo'lsa, Instagramda grechka solinib, go'sht ta'mi keladigan go'shtli kotletalar deyishadi, lekin umuman go'sht ta'mi kelmaydi. Agar go'sht qo'shmasangiz, 2 marta tayyorladim. Umuman boshqacha ta'm, lekin to'yimli mazali, lekin umuman go'sht ta'mi kelmaydi. Shu sababli bu safar ozgina go'sht qo'shishga qaror qildim. Buni ta'mini endi sizlar bilan birgalikda tekshirib ko'ramiz. Qani unda boshladik. Xolos, mana bunda piyoz, go'sht, sabzi, bolgarskiy tayyor bo'ldi pashti. Bunisida grechka tayyor bo'ldi. Bunisida kartoshka, bular ham tayyor bo'lishdi. Endi hozir hammasini birgalikda chopperda aylantirib olaman. Mana bir dunyo bo'lib ketdi. Tog'oram katta tog'ora, bilmayman necha santimetr. Mana grechkani o'zi juda ham mana bunaqa, qarang. Juda ham mayin bo'lib ketadi. Mayin qilib olishingiz kerak. Imkon darajasida chopperga yarim solasiz, chunki bu chopper bo'lgandan keyin xamirdek bo'lib qoladi. Chopperingiz qiynalib qoladi aylantirishga. O'shaning uchun yarim qilsangiz tezda aylantirib beradi. Qancha mayin qilsangiz, shunchalik mazali bo'ladi. Kotletingiz shakli ham chiroyli chiqadi, mazasi ham ajoyib chiqadi. Mana bu go'shtga bir yo'l zelenlarni ham sovordim, maydalanib ketsin deb, maydalangancha maydalandi. Endi hozir kartoshkaga navbat. Aytib o'tay, kartoshka bilan grechkani tuz solmasdan o'zini shunchaki qaynatganman. Endi hozir go'shtga ozroq preparat bilan tuz solib qovurdim. Endi hozir aralashtirish davomida preparat bilan tuzlarini me'yorga keltiramiz. Xolos, mana qovurishni boshladim. Taxtakachga ozgina un solib olib, pichoq bilan chiroyli qilib mana bunday shaklchalar qilib chiqamiz. Endi shaklchalar qilib oldim. Bu yoqqa 5 ta qovurilyapti. Men agar kamroq qovursanglar, menikiga o'xshab titilib ketadi. Yaxshi qotish kerak bir tarafi.